Ötken gülnün bergidin Huş burağı öksümezsin har Koyaş söygen gülnün bergidin Huş burağı öksümezsin har Şuna bəxət kilər əzəldir Quyaş təkillik aynidir Şuna bəxət kilər əzəldir Quyaş təkillik aynidir Yaman bulsun demez anılar Fəqət kıyər pərzəkliyə Yaman bulsun demez anılar Fəqət kıyər pərzəkliyə Tavlası deydu atılar Bəzide taş koyup köksüge Tavlası deydu atılar Bəzide taş koyup köksüge Aileden taralgan mihir Yurtudu alemni pütkün Aileden taralgan mehir Yurtudu alem pütkün Ata kılsa söygüge təqdim Sadaqatke tolgan bir günüm Ata kılsa söygüge təqdim Sadaqatke tolgan bir günüm Yaman bulsun demez sanılar Fəqət kıyər pərzəkliyə Yaman bulsun demez sanılar Fəqət kıyər pərzəkliyə Tavlası deydu atılar Bəzide taş koyup köksüge Tavlası deydu atılar Bəzide taş koyup köksüge Menaj onun məqsədi birinchidən sizni o'ziga ishontirib, sizni qo'g'dug'ich qilib olmoqchi. Ikkinchidan bu kaltak orqali bizga xirs qilib, bizni pul to'g'riliq eg'iz ocholmaydigan qilib etish. Endi tushungansiz? Yoshlarning qilisi jab murakkablashib ketibdi hozir. O'ylab baqsam, degan gaplaringizning xili bor. Ba'zida ishlarni men shunda oddiy o'ylab qoldi ekanman. O'ylab baqma. Mushundoq pitni ig'vo gaplarga ishinib, o'zining baxtini, Guldek oilasini vayron qilayotganlar ozmi hozir. Bu ishonch degan oilaning bir turki to'sa. Eldarning oilasidagi bu turikka dazkatdi beradi. Hech gapdan hech gap yo'q. Bu daz bizning oilaga tutishib ketsa, yashinib qolgan ota-onamniki yuragi puchunib ketmadi. Dadam bilan opam Eldarning oilasida yuz berayotgan bu ishlarni angız qancha azoblanib ketadi-a? Ular tex dunyoga ko'z ochmagan farzandining baxti uchun bo'lsa-mu, o'zini qurbon qilish kerak edi. Men bundoq kunlarni kelmisi ekan deyman Farida. O 2 tuman pul Eldarning yuragiga sanjilgan bir xanjar. Ajabmi bir ishlar bo'lib ketdi-ku. Lekin bugun mendan bundan ishtiklam qutulman demoqchimi? So'roqning davomi texi bor.
Şengen tağda kiyik yatmaptı dep siz mi qiziqkensiz? Vay bir akilana qiziq çeyingizni, qağa hisobatni ayt olsangiz mı bo'lar? Bu jahanda nahayat qiziq adamlar jama. Yaxshilik qilsam, yomonlik qaytaradigan. U ishim bo'lmabdi desam, senga o'ri qo'llaydigan. O'zining manfaatini qarindoshdan o'tqit qiladigan. Sen bilmaysan Afka. Men unga nurg'ulg'an nasihatlarni qildim. Hatto tillab baqdi. Mening gapimni zodil angladi. O'zi bilgan senga desa yurayli berdi. Buni endi kelib, mening aqlimni gap taqdi. Qarchab qo'yib turibdi u yuzsiz. Mengo mayli Afka. Lekin ilk qizlar qanday bardashlik berdi deyman. Demasam o'zining qizdek, singlisda qizlar qarchaplab pesh ko'kitaymi degan akamlik. Kim uning depiq usul o'ynamasa, shu zamot hujumga o'tish, u Salihning ko'ni kesiladigan. Uning ayolimi uni tuzayman deb oxiri xo'rliq yo'liqdi. Sen bilmaysan Afka. U Arzugul bilan Shirinni og'u ozdirmoqchi bo'lganda, lekin uning maqsadi amalga oshmadi. Mushu qarniyat odamlar og'u boshqalarning yaxshi ko'nglini xuddi o'zinikidek o'ylaydi ekan. Nafs yomonning ko'zi yo'q degan gap bor. Mush oshko'z odamlar hamon aqlidan ozidovka. Uning ikki qizni vasti qilib turib, sizning yuz obro'yingizni to'kishdan xistovadak turdi aka. İki ayning oldida u ishkirga berib, bizning shirkatimizning hamkorlashayotgan Do'stlik Nuri degan shirkatning direktori Gaujing degan munda deb turibdi. Ularning shirkatining milining faqatlam sifati yo'q, nachar, eng azam narsalarni ishlab o'tkazadi. Ular yig'ib akagan mush quruq mevaning hammasini ziyonliq suvlarga chilab, uni faqirtib köptürüp onu silahı ötküzdü dep tutağı. Bunu anlayan Gov direktörünün sel konu g'ashulup açığı ketdi. Qayta tekshirish jarayonida bizning shirkatimizning bu mahsulotlari nihoyat esil, sifatlik, hech qanday ziyon yo'qligi isbotlanibdi. Buni Gov direktor menga o'z og'zi bilan dedi. Sen hem anlasın, nemi dedik ne bu geplerini? Ben şununda ensiravatımı. Bu işler tuzlup boğucu, benim qeyli tadırgan günüm bağışıydı. Jiraktaki adamlar bu geplerge işlep kılamıken dep qo'rqyaptimi. Unundan sırtma, senemning tatıvatkan japaları az mı deysiz? Rast deysen. Muş oturuş kızıp gidip, men mi öyge keçikip kelsem, yengenin kapı içilmesi olmuş günde. Nemi deydi demeysen? Sametcan, oyuqınız çıkıp kaldı o, yıkından yağı, kalem kaçtın birazını tipamıgan siz. Vaytillahın dep ağzınızı şölge yıkıp durdu bir vaxtlarda. Yıkın yağı möğürmez mi oldunuz o? Tılınızda bir çok olmağanda, Qeyirlar buzulubdu, dese külüplü qoyubdu men. Daptaranlığa, işe kanarga yedi, jürdünüz muşvaq şey dedi. Oyunuz qızıp git, öyünü unutup qalmıgan siz. Naynaqlardan biraz koltuqlab darvazını aldık, ekip qoymağanda dedi. Lağan, mendin ensirme desem, nimde ensirmeydik emin sizden? Sizni men aran tapqan tutsam, sizden ayrılsam ülvağını tüzök dedi. Etine yapone. Yengimizning oldida xo'p deb yijib turishni bildigan odamga siz. Buni biz bilmamdoq, ha? Sizdan ayrilib qolg'ichi, ulvog'inim yaxshi degan bu gapni aqchan o'zingiz degansiz, ha? Menmi sizni aran tapqan desam, anandan keyin qapig' ichildi yengangning. Yengimizga oldingizda. Ko'nglidagi muzlab qolgan muzlarni
uni qilib, buni qilib ertalaysiz. Lekin menchu Sen yanıfın bile ertsen de. kelinimiz Paridamo pishni ig'vo gaplarga ishinib, ilhomdan gumon olganligini anglab, sal ansirab qoldim. Agar bu gaplar sanamning quloqiga yetib qolsa, uni tugishib ketarmikin deb ansirayotim. Ensirme. Xotin qaq degan o'zining yaxshi ko'rgan atimini qisg'indigan o'xshaydi shundoq. Qizg'ansig'u, maylitig'u. Lekin pishni ig'vo gaplarga ishinib qolsa, uyimizning g'uli tavramikin deb ansirayotim. Tevremeydi. Biz guvaçı. Biz var. Navadı senemcansını sotuqta atıp kalsa, biz aklı kocu vapırız sana. O'z vaqtida Arzugul bilan Shirinni shirkatning ishxonasiga o'rlashtirmasam bo'pti ekan. Ulardan jirg'iroq tursam bo'pti ekan. Bu ne degan? Ularning qizi tug'ilib qolgani gunoh mı? Ayni vaqt shirkatning ozi chiqib berdim bular. Ularni deb jiroq turg'adaksa, ularni yo'qqaday qarshi olmadi sana. Ularning kuchidan foydalanib, endi yuzsizlik qilay demsa. Salining gap taqtishiga fursat yaratib berdimki deb o'ylanyapman. Qiziq ekansan. Gap deganda ko'zini paqirib qo'yib tapıyordi tapdiganlar. Qo'sig'ingda og'ir qo'msa, tavzish demish qo'qsa, quloq solma unda gaplarga. Salimo u qizlar bilan bir mezgilni yaxshi o'tgan. Nim dedim? Salima? Men sizdan hech nimani yo'shamayman. Salita menimi u qizlar bilan yaqinlashtirmoqchi bo'lganda. Bu dilo murakkablaşgan tutuqamda. Uzağına olsa fizik işkişmeli mi ha? Mening fizim gishkish bo'lgan bo'lsa, bu gaplarni sizga deb berib o'tag'im bo'ladimmi? Ems çoğuma şirketin kişi kızına fizik işkiş. Bu qizlarning fizik gishkish emas. Ular nəhayət yaxshi qizlar. Lekin tajribasining yo'qligidan shu ba'zi qadamlarni to'g'ri bosolmayotgan yerlar bor. Şunun qarğanda Salih aşk kızlarının keçirim işlerini bilemdi değil mi? Biladi. O qizlarning tajribasizligidan foydalanib, bir mezgil qaymoq to'g'an dal Salih o'zi. Bu dilo endi yishligin turdi. Undaq Arzugul bilan Shiringul qandaqlash sening shirkatingga kelib qoldi endi? Ularni men taklif qilgan. Shirkatda ishlab, qaddini ruslab, iqtidorini namoyon qilsin dedim shu. Yaraysa. Bu qizlarning atağı 10 gülünün birisi içilmagan qizlar. Salih öz nefsidan boshqani o'ylamaydigan tursa, o qizlarni u yoqqa, sen bu yoqqa tassan, chiday olamdi. Men uni bu qizlarga davomli ziyonkashlik qiladi deb o'ylamabdi ekanman. Salih unda qilsin bo'pti. Lekin sen bu qizlarni chetga qoqsang, o'lganning ustiga tepgandek shumamda. Men ularni chetga qoqaman demadim-ku. Men faqat ulardan jirg'iroq tursam, o'zimnimi, u qizlarnimi mush pishni ig'volardan saqlanib qolarmikin dedim-ku shu. Yiroqroq turman deb ishxonangda o qizlarni aytibsan, o qizlarni diliga azod etmamda. Qaranglar, Polatboy o'zi gunoh bo'lg'achqa, xalqlarning ayiblashidan qo'rqib, o qizlarning munosabatini uzibdi deb Salihni xo'rga texmi o'rlab ketmamda. Men bu taraflarni ancha o'ylashib ketmabdim. Mushunda qilsam Arzugul bilan Shiringa foydasi bo'larmikin deb o'ylabdim edi. Mening maslahatim bundaq. Quruq gaplarga quloq solmay, Arzugul bilan Shirinning o'rnini qo'zg'amay, burunqida qadrlab ishlatayver. Ishlar qovab qolaverdi. Karvon to'xtamay ketaverdi.
Yaxını, nimg'alisiz? Ha? Arqangizda xama urib etmagandimi? Yengingizni ko'rganda salom qilish degan qoidali yusinlarni unutib qolgan o'xshamamsiz? Ha, qandaq? İmtihandan o'tkazmagan apandilaringizdan olamagan uchingizni menda olay deyapsiz. Meni bo'zak ko'rib qolgan o'xshamamsiz? Ha? Adab qoidani qarang. Siz o'rgatmasangizmi, men obdan bilaman. Menga adab qoida o'rgatmadikcha, berib o'zingiz yaxshiroq o'rganib olasiz. Men unda boshqalarni bo'zaq qilishni o'rganmabdi ekanman, qarang. İmtihandan kimning o'tamayotganligini o'zingiz obdan bildigansiz. Oy, xanım. Kim o'tamabdi imtihoningizdan? Ha? Oliy maktabning mudiridek yo'g'on so'zlaysiz a? Qandaq? Akangiz olmagan imtihonni mendan olay deyapsiz? İmtihanni qarang, kim as o'xshash. Boshqalarning do'ppisiga jigit solma deganlar o'tamaydi shundaq imtihondan. Tig'i menda salom ta'ma qilyapsiz. Uf, bala ekansiz-ku, bala. Numus qilsangiz-chu? Numus? Numusni bildigan odamchi qarang, o'zing eriga sodiq bo'ldi bildingizmi? Men erimga sodiq bo'lmay, nim qildim-a? Men sizga shuni deb qo'yay, qo'lqingizni tang tutib anglang. Shavkat apandimning oilasidan texi numusni bilmaydigan odamning chiqqani yo'q. Bildingizmi? Qancha qarlasangizmi, kiri yo'qmaydi bizga. Avar boplu yursiz shu. Oxiri yaqirab yurdig'ini o'zingiz shu. Bu dünyadaki azap anetler emesiga ma'lum chirandı. Biz baldı anımız diyen bombamda. Dostlarımın aldı ya olduğun buldum bu emde. Tapaka gelip bari. Bu zaten neymiş için? Nabi, o'zingizni ayang. Bunda qo'soq ko'pik ta'tilishning hech bir o'rni yo'q. Nimisini deysen? Apamma, sığlım mı alım yatmağızsa? El cemaatini aldın, avroyunu koymağızsa? Nabi, opam bilan nana sizga hech nima qilmadi-ku. Qachonmi qarshi opam bilan nanani o'rinsiz ayblab yurdi ekansiz. Ular bilan nanammi bir o'pda o'tibdi-ku. Esingiz bordi, o'tgan uyga borganda u ikkisi qarab shunchalik masligim keldi. Mena o salama yaxshilik yarashmaydi kelbari. Sen onun az yaxshilik qildingmi? O bildimi? Yo'q, o bilmaydi. Apam onu aşındaq yama yutib qo'ygan. Misqalchilik evin eg'iz olsam, alpozim buzib, o'rpib o'tirgan. Zani sanjib atgan. Sen tapaqa, men nananing aksimi yoki dushmanimi? Nabi, qaysi bir ona bolam yomon bo'lsin deydi. Qanot ostiga olmaydigan kim bor deysiz? Men qarang Nabi, Fatima onamiz bo'lmagan bo'lsa, bizning bugungi kunimizmi bo'lmaydi. Siz islom opamizning ko'klisiga eslab olmay, uning sizni qanchalik jafoda beqib cho'ng qilgan orzu armonlarini o'ylang. Shundilam, undaq o'ylamaysiz. Nananing kamchiliklarini biz oldirmay tuzdasak bo'ldi. Ma'qulmi Nabi? Qarindosh emasmi? Yana ko'p u sizning yolg'iz singlingiz. Ha? O'rinsiz ko'nglimni og'ritsaqmi? Sen yana bizni oyoq o'tirsan. Ben seni xarlab qo'ydim. Yo'q. Meni kechir. Unda deyman. Yo'ldan chiqqan Aynur emas, balki o'zingiz xutingizmi? Aynur sizga o'xshash ikizlimchi emas. U nochilik ko'rsa chidab turolmaydi. Qanday kipi bo'lsa ayab o'tirmay aytaverdi. U shundoq vijdonli bo'lg'achqa menga o'xshash hamoqatlarni ko'ziga osonla sat ko'rinib qoldi. Bugun ajab do'mbuqini chilib qapsiz-a o'zingiz. Burun ikkimizga tepib bergan xapiliqlari ozma uning. Kichikkina turib, nadan o'rgangankin tam kishilarga to'kmat qilishni. U chiroyli sonlangizning qilgan askirliklarini unutib qolgan o'xshamamsiz? Uning xapiliq tepib bergan o'zimiz bilamsiz. Uning shu chaq degan gaplarni qaysi xato? Aytimi? Bo'lmagan bo'lsa buyugidek halga chiqqanmagan bo'ladi. Sonlangizning ayibini deb qo'ysam, nimancha chichansiz? To'lmoqdimi u adablik sonlangizni? Toyliq o'xshaydi u sonlangizmi? Bo'lmasa,
yengisinin aldida undaq yo'lsizlik qilgan bo'ladi. Uning oldida obro'yingizni to'kib olgan dal o'zingiz. Siz yangilik burchingizni yaxshi ado qilgan bo'lsangiz, bizni yer qaratmagan bo'lsangiz, u sizga hargizim gap yondonmagan bo'ladi. Sonlangiz cho'qira. Adab qoidaning siziqidan chiqib ketgachga, ashundaq askilik qilyapti o'zining yengisiga. Uning qo'liga yengisining bishini yordigan, yugan to'qmoqni tutqizib qo'ygan dal o'zingiz. Og'zimni kalda bejirlaman. Qaysi to'qmoqni tutqizib qo'yman uningga? O'zingiz bilasiz. Siz meni uningga yomonlab bermagan bo'lsangiz, men ashundaq askilik qila olamda. Men tillaydigan nima qilib ekan o'zingizdan? Ha? Nomus qilmay uni qarchaplag'asiz, ha? Bu filmimizni pokizlikning elchisi, cho'ng kichik ayol hammaga mos keladigan leyanda tushirish birkimiz qatorliq yurishlik mahsulotlarni ishlab bo'lsak, DKI leyanda kirimchiligi alohida qo'llagan.